Durli sumkamizni tugatib oldik. Iloji boricha endi sizlarga kalsosini qurishni o'rgataman. Agar toshlar bir tekis chiqqan bo'lsa, to'g'ri chiqqan bo'lsa, kalsoni to'g'ri joylashtirsak bo'ladi. O'zimizga kerakli uzunlikdagi jilkani olib, toshni orasidan o'tkazamiz va toshlarni terishni boshlaymiz. Toshlarni 2 qator yuqoriga qarab teramiz. 2 qator terib bo'lganimizdan so'ng kalsonni o'rnatishni boshlaymiz. Qo'limdan kelgancha yaxshilab ko'rsatishga harakat qildim. Ko'rib turib o'rgansangiz bo'ladi. Kalsonni o'rnatish uchun mo'ljallangan joyimiz tayyor bo'ldi. Sumkani o'ziga, ya'ni asos qismiga o'rnatamiz. Bu 4 tomonlik bo'ladi. Kalsonni o'rnatib bo'lganimizdan so'ng astar qismiga o'tishimiz kerak. Astarni xohlanglar oldin qilsalaringiz ham bo'ladi, xohlanglar sumkani tayyor bitirgandan keyin qilsalaringiz ham bo'ladi. Ana endi ikkita yurak qismini bir-biriga ulaymiz.